Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Surxondaryo radio kanali dasturlaridan o'rin olgan ma'naviyat gulshani eshittirishni boshlaymiz. Bugungi eshittirishimiz davomida islom sivilizatsiyasi rivojiga benazir hissa qo'shgan buyuk muhaddis Imom Termiziy hayoti va ilmiy meros haqida so'z yuritamiz. Bizdan yiroqlashmang. Muqaddas zaminimiz azaldan insoniyat tamadduni, ayniqsa islom dini va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' mutafakkirlarga beshik bo'lgan. Imom Termiziy ham o'z davrining buyuk olimi sifatida tanilgan va uning ilmiy yodgorliklari islom olamida bugungi kunda ham katta ahamiyat kasb etadi. To'liq ismi Abu Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziy bo'lgan fiqhshunos olim 824-yilda Xuroson viloyatidagi Termiz shahrida tug'ilgan. U asosan hadisshunoslik sohasidagi ilmiy xizmatlari bilan mashhur. Biz Termiziylar yurtining farzandlari sifatida buyuk muhaddis bobomizning hayotidan muhim saboqlar olishimiz va bizga meros qilib qoldirgan asarlarini o'rganishimiz lozim. Shu maqsadda bugun studiyamizga Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi Jo'rabek aka Cho'tmatovni taklif qilganmiz. Avvalambor assalomu alaykum Jo'rabek aka. Dastlab bizga Imom Termiziyning ustozlari va zamondoshlari kimlar edi? Ularning ilmiy aloqalari haqida qanday manbalar mavjud? Shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Imom Termiziy islom ilmlari ancha-muncha shakllanayotgan va ilm fan nihoyatda o'z cho'qqisiga ko'tarilib, yurtimiz birinchi renesansni boshdan kechirayotgan muhim bir davrda yashaganlar. Albatta u zotning asarlari, mana hadisga oid asarlarni oladigan bo'lsak, Sunan Termiziy, Jami' Termiziy deyiladi. Ushbu asar islom dunyosida mashhur bo'lgan 6 ta hadis to'plamlarining bittasi hisoblanadi. Bu albatta islom olamida yuzlab hadis to'plamlari bo'lgan, lekin ularning ichida eng yaxshilari 6 tasi, demak butun olimlar tomonidan tan olinib eng bir ishonchli va kerakli ilmiy manba sifatida asosiy tayanch bir asarlar sifatida tanlab olingan. Mana shularning ichida Imom Termiziyning asari ham bor, o'sha Sunan Termiziy. Albatta bu kabi asarni yozish uchun u zotning o'sha zamondosh olimlar bilan ustoz shogirdlik an'analari, ilmiy aloqalari juda muhim o'rin tutgan. Misol uchun u zotning o'z davridagi eng yirik muhaddislar 6 to'plam hadis mualliflari, o'sha mashhur yuqorida aytib o'tganimiz 6 ta hadis to'plamlari mualliflari ichidan Imom Abu Dovud, Imom Muslim va Imom Buxoriylar bilan qilgan ilmiy aloqalari ma'lum. Imom Dorimiy bilan ham. Imom Buxoriy bilan olib borgan ilmiy aloqalari juda ham mashhur, ular juda ham yaqin aloqada bo'lishgan. Hatto Nishopurda o'sha 864-69-yillar orasida 4-5 yil ular birga yashashib, o'shanda demak bir-biridan katta foydalar olishgan. Va Imom Termiziy ushbu suhbatlar, ushbu ilmiy aloqalarni o'zining Ilalul Kabir nomli asarida qayd qilgan. Shu savol-javob, Imom Buxoriy bilan savol-javobdan iborat desak bo'ladi deyarli. Hatto bu aloqalar shu darajaga yetadi, Imom Buxoriy u kishiga sizning mendan olgan foydangizdan ko'ra mening sizdan olgan foydam ko'proqdir deydi. Bu ham demak ko'rsatib turibdiki, Imom Termiziy o'sha o'z zamondoshlari bilan aloqalarida bir yuksak ilmiy natijalarga, samaralarga erishgan va nafaqat o'zini darajasi, balki ustozlarning ham darajalari yuksalishiga o'zining munosib hissasini qo'shgan. Albatta u zotning shogirdlari ham yurtimizda Movarounnahrda juda ko'p bo'lgan, ayniqsa Nasaf, hozirgi Qashqadaryo viloyatining bir qismi bo'lgan Nasafda u kishining shogirdlari juda ham ko'p bo'lgan. Samarqandda, Buxoroda, Shoshda, Toshkentda, Termizda ham inchunun u kishining shogirdlari ancha juda ko'p bo'lgan. Endi u kishi umrlarining oxirgi bir 20 yillarini albatta o'zlarining yurtlarida Termizda o'tkazganlar va katta olimlar kelib u kishidan Termizdan dars olishgan. Xususan Marvdan kelib Abul Abbos Mahbubiy Marvaziy degan olim 16 yoshligida Imom Termiziy huzuriga Termizga keldi va o'shaning kitoblarini o'zlaridan dars oldi, ta'lim oldi degan manbalarda qaydlar bor. Nishopur olimlari ham kelgan to'g'risida ma'lumotlar bor. Ko'ryapmizki, birgina shaxsiyat qanchalik bir katta ahamiyatga ega bo'lgan va o'zi yashayotgan joyini bir ilm markazlaridan biriga aylantirgan. Har bir muhaddisning metodologiyasi, rivoyatlarni tanlash va talqin qilish uslubi hadis ilmining turli yo'nalishlarini belgilaydi. Imom Termiziy hadis ilmidagi yondashuvi boshqa muhaddislardan nimasi bilan farq qiladi? Endi Imom Termiziyning albatta yondashuvi o'z davridagi muhaddislardan farq qilishi katta olimlar tomonidan ham aytib o'tilgan. Jumladan u zot Imom Buxoriyning eng yaqin shogirdlari bo'lishiga qaramasdan, u zot
bilan birgalikda ko'plab masalalarni muhokama qilishlariga va shu hamfikr ekanliklariga qaramasdan yangi ilmiy yo'nalishlarni ochgan va bu ustoz shogirdlik an'anasi ularni bir-birini takrorlashga emas, balki yangi o'zlari uchun bir alohida bo'lgan yo'nalishlarni ochib faoliyat ko'rsatishlariga sababchi bo'lgan. Misol uchun Imom Termiziyning asari olimlar aytadiki, mavzular qamrovi kengligi bilan ajralib turar edi. Shuning uchun ham al-jomi' deb atalgan. Jomi' jamlovchi degan, ko'plab mavzularni o'zida jamlovchi, qamrab oluvchi degan ma'noni anglatadi. Misol uchun ham sunan deyiladi u kishining asarlari, ham jomi' deyiladi. O'sha sunan degani bu misol uchun shariatdagi amaliy hukmlarga oid hadislarni yiqqan mualliflar bu sunan mualliflari deyilgan. Ya'ni o'sha halol harom, oldi sotdi va mana shu kabi o'sha namoz o'qish qoidalari, ro'za tutish, zakot berish qoidalari, mana bunday amaliy munosabatlar haqida demak kitoblar, hadislarni mana shu yo'nalishda hadislarni jamlash bu sunan yo'nalishi deyilgan. Lekin mavzular qamrovini yana ham kengroq olgan holda, misol uchun axloq, odob kabi mavzular yoki insoniy fitnalar, Qur'on oyatlari tafsiri, tarixda o'tgan musulmon shaxslarning go'zal fazilatlari kabi keng mavzular ko'lamini qamrab olsa, o'shanga doir hadislarni ham qamrab oladigan bo'lsa, unday asarlarga jomi' ismi, jamlovchi ismi ham demak qo'llangan. Imom Termiziyning asari demak har ikkala nom bilan atalishi bilan sunan egalari deydi, o'sha Imom Abu Dovud, Imom Nasai, Imom Ibn Moja asarlaridan farq qilgan. Ko'ryapmizki, Imom Termiziy asari musulmon inson uchun har tomonlama bir qulay qo'llanma shaklida taqdim etilgan. Chunki undan ham amaliy munosabatlarni o'rganish mumkin. Shu bilan birga o'sha axloq, odob va boshqa juda keng mavzular doirasida demak hadislar bilan, rivoyatlar bilan tanishish imkoniyati mavjud bo'lgan. Rahmat javobingiz uchun. Din va ma'naviyat masalalarida Imom Termiziy ijodi ko'pincha axloqiy me'yorlar va ma'naviy poklik masalalariga bag'ishlanadi. Imom Termiziy asarlarida inson qalbi, niyat va amallar o'rtasidagi bog'liqlikka qanday urg'u berilgan? Albatta, Imom Termiziy asarlari shunday asarlar turkumiga kiradiki, yer yuzida inson bor ekan, undan ushbu asarlardan foydalaniladi, ular o'qib o'rganiladi. Uning o'sha komil inson g'oyasi naqadar bir katta tushuncha ekanligini hammamiz yaxshi anglaymiz. Chunki insonning o'sha tashqi tarafi, ichki tarafi va uning ichki botiniy fazilatlarning shakllanishida juda ham ko'p qirralar bor va Imom Termiziy asarlari bularning biz hammasini qamrab olgan deb bemalol aytishimiz mumkin. Misol uchun o'sha Imom Termiziy kitobida kelgan hadislarning birida aytiladiki, kimni yaxshiliklari xursand va yomonliklari xafa qilsa, o'sha kishi mo'mindir. Demak, inson bir aybdan xoli bo'lmaydi, xatodan xoli bo'lmaydi, lekin o'sha qilgan xatosidan afsuslanadigan bo'lsa, ana bu demak mo'minlik va mana shu afsuslanish kelajakda uni bu xatolarni takrorlamaslikka olib keladi. Yoki bir muhim yana bir Imom Termiziy asaridan shu hadisni keltirib o'tishimiz mumkinki, payg'ambar alayhisalom shunday deydilar: ogoh bo'lingki, albatta dunyo la'natlangan va undagi narsalar ham la'natlangan. Faqat Allohning zikri va unga bog'liq narsalar, olim va ta'lim oluvchi bundan mustasno. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu hadisda juda katta falsafa mavjud. Chunki dunyoda inson mashg'ul bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaxshi ishlar bayon qilinadi va boshqa qolgan ishlar albatta insonning vaqtini zoya qilishi o'rtaga qo'yilyapti. Chunki birinchi navbatda demak o'sha yaratuvchini yod etish va xayrli amallarga yo'nalish masalasi qo'yilayotgan bo'lsa va o'sha ilm masalasi, olim yoki o'sha ilmda ta'lim beruvchi. E'tibor qilsangiz, dunyoda mashg'ul bo'linadigan eng yaxshi narsalar mana shu 3 ta amal ekanligi, bu haqiqatda har bir insonning, har bir jamiyatning bir hayot tarzi ekanligini, bir asrlar davomida o'zini bir haqiqat ekanligini namoyon qilib kelayotgan masalalar ekanligi ko'rinib turadi. Eshittirishimizdagi ishtiroklari va berilgan javoblar uchun suhbatdoshimiz Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi Jo'rabek aka Cho'tmatovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xulosa o'rnida aytishimiz joizki, Allomaning asrlar davomida nafaqat olim va fuzolar, balki oddiy odamlar uchun dasturlamal bo'lib kelgan inson, insof,
adolat va insonparvarlikni targ'ib etuvchi merosi hozirgi murakkab davrimizning ko'plab muammolariga yechim topishda muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma vatandoshimiz Abu Iso Termiziy va Termiziy allomalarining benazir merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish va xalqqa yetkazish o'ta muhim ishdir. Buyuk bobo kalonimizning hayoti va uning boy ma'naviy merosini chuqur va har tomonlama o'rganish ham ilmiy, ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Shunday ekan, har birimiz Imom Termiziyning bizga qoldirgan ilmiy merosini chuqur o'rganib, Termiziy ajdodlarimizga munosib vorislar bo'lishga intilishimiz darkor. Azizlar, tinglaganingiz ma'naviyat gulshani eshittirish edi. Kelgusi eshittirishlarimizda yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.